Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 1-oyning 28-kuni juma. Tunugun bugun idoraga borgandim. Shunga ma video ishlashsa kechib ketdi, kechib ketdi. Bu qilinglar. Bu haftadagi eng chong xabar shu necha kunning oldida 25 yanvar kuni Amerikaning Avam palatasi bir qaror elib 2022 yıllık Amerika Raqobat Qonuni degan bir qonunni tasdiqladi. Bu qonunni aslida Kengash palatasida o'tgan yil 6-oylarda Kengash palatasiniki o'zining bir nusxasini chiqargan ekan, maqadim Avam palatasini o'tibdi. Buningda muhim bir mazmun bor Uyg'urlarga oid. U nima desanglar, mush qarorning ichida Amerika Tashqi ishlar ministrligi Uyg'urlarning ishlariga mas'ul bo'lgan bir odamni turg'izish degan bir modda bor ekan. Buni inglizcha special coordinator mi deydi, special envoy mi deydi. Maqatim mushu to'g'riliq chiqqan inglizcha RFA'niki Osiyo Erkin radiosiniki xabarida bir yerda coordinator deb atabdi, yana bir yerda envoy deb atabdi. Koordinator degani maslashuvchi degan gap, envoy degani elchi, vakil degan ma'nosi bor. Bu intayin muhim ish Uyg'urlar uchun. Bu Tibetliklarniki bundaq adami bor bo'layotganligi uzun vaqtlar bo'lib ketdi. Shunga Uyg'urlar nima deyapti? Mushu bu taqi hozir Avam palatasini o'tdi, Kengash palatasini o'tgan kim bu rasmiy qonun bo'lib chiqsa, andan keyin Amerika hukumati bunga bir odam turg'izdi. Nimeniki Tibetliklarniki shunday adami bor, uzun yillar bo'lib ketdi. Shu munosabatlar bilan sizlarga bir hikoyani deb aytdim. Shular bek munosabatlik. Nima desanglar, 2000 yili 3-oyning 16-kuni Amerikaniki Xalqaro diniy erkinlik komissioni commission ikkinchi qatimliq bir isbot berish yig'ini ochgan Amerikada. Los Angeles'ta 2000 yılı, bundan 22 yıl burun 3-oyning 16-kuni men u chaqda San Francisco rayonidagi Krimniy jilg'isida ishlayotgan vaqtimda bu Los Angelesda ichilgan bu yig'inga Uyg'urlarniki vakili bo'lib Adil Saytov kelgan. Bizni mana bilsan Alim Saytovniki aksi Adil Saytov hozir Virginiyada turdi. Shu inimiz kelgan. Meni uningga tarjimonlik qilib berishga mendan iltimos qilib shuni bilan tarjimonlik qilgan bo'lib San Fransiskodan 600 kilometr mashina haydab Los Angelesga kelib shu faoliyatga qatnashgan. Bu Xitoy haqida bo'lganligi uchun Xitoy bilan munosabatlik har xil guruhlarning vakillari qatnashdi bu yig'inga. Tayvanliklar bor, Hong Kongliklar bor, Falun Gongchilar bor, Tibetliklar bor degandek Uyg'urlarmi bor, Uyg'urlarniki vakili Adil Saytov. Men tarjimon bo'lib berdim. So'z Adil Uyg'ur so'zladi, men tarjimonlik qilib berdim. Shu chaqda bu yig'in ahvolida biz Uyg'urlar intayin qattiq chandiq. Sababi nima desanglar, qolgan guruhidan kelganlarning hammasi kasb ahlilari. Bütün kun ishlaydigan, o'ziniki guruhi uchun bütün kun ishlab, maosh olib, bütün kun ishlaydigan odamlar, hammasi inglizcha shunday yaxshi, shundaq. Fakat biz Uyg'urlar undaq adamimiz yo'q, o chaqda bir adamimiz yo'q bizniki. Uyg'urlar ishini bütün kun qilayotgan bir adamimiz yo'q. Ashunday bo'lganligi uchun Adil isbot berdi, men tarjimonlik qildim. O'zimni shunchalik becharis qildim o kunisi. Becharis qilib, nihoyatda ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Keyin yig'in tugagandan keyin shu Amerika Xalqaro diniy erkinlik komissioniniki boshlig'iga dedim men. Bugungi ahvolni ko'rdim, bizning Uyg'urlarning ahvoli shunchalik nachar hozir Amerikadagi. Shu bugun bek ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Uyg'urlar uchun biroz tangsizlik bo'ldi. Qolgan guruhlarning hammasiniki kasb odamlari bor ekan. Faqat bizning Uyg'urlarnikilar yo'q deb ko'zimga yoshim kelib ketdi o joyda. Qanikin odamlarning ish og'ritib, sizlar bilan bir ayrim suhbat o'tkazib beraylik degan. Deb Uyg'urlardan 5-6miz borgan, mendan boshqa 5-6 Uyg'urlar bor edi. Shuning bilan maxsus biz uchun ular bir ayrim 1-2 soatlikdagi yig'in o'rlashtirib berdi. Suhbat yig'ini. Shu yig'inda men 4 talabni o'tirib qo'ygan. Uniki birinchisi mushishdi. Mush coordinator, special coordinator. Tibetliklarniki bor, bizga yo'q, bizga mushni bekitmagan bo'lsa,
Nima talabinglar bor deb so'ragan shu chog'da. Talablarni bir anglayli degan vaqtida birinchisiga shu koordinator bor bo'lgan bo'lsa dedim. Ikkinchisi Uyg'urlarni Xitoy emas, bir yerlik millat deb e'tirof qilsanglar degan gapni dedim. Buni deyishimdagi sabab shu vaqtning o'zida buningdan 22 yil burun Tibetliklarni e'tirof qilib bo'lgan Amerika. Hatta boshqa Tibetliklar agar Amerikaga kelmoqchi bo'lib, dunyodagi har qanday yerdan viza iltimos qilsa, ularga viza shu vaqtda beradi. Ammo Uyg'urlarni bo'lsa, bu Xitoy bilan o'xshash ko'rib, Xitoy bilan raqobatlashib turib viza oladi Uyg'urlarni. Hozir qadar shundoq. Hatta boshqa ikkinchi talabda buni o'tirib qo'ygan men. Anadagi üçüncüsü Uyg'urlarni ko'chmanlarni qabul qilsa deb. Shu vaqtning o'zida Tibetlardan ko'chman qabul qilish siyosati bor Amerikaning. Amerikada bir necha Tibetliklar mahallasi bor. Amerika ko'chman qilib kelgan Tibetlarning mahallasi bor. Uyg'urlarning da bugungi kungacha yo'q. Bu üçüncü talab bo'lgan. To'rtinchisi Uyg'urlar uchun Amerika hukumati Uyg'urlar uchun pul ajratsa, bizningmi Uyg'ur ishini bütün gün qilgan adamlarimiz, xodimlarimiz bor bo'lgan bo'lsa, bugun ko'rdinglar, yig'inda hech qanday Uyg'ur yo'q. Uyg'urlardan bütün gün bu ishni qilgan odam yo'q yoki boshqa millatdami yo'q. Hatta boshqa biz shuncha bir bicharalarni turyapmiz hozirda. Mush to'tilabni o'tirib qo'ygan. Men vaqtim qarorni ko'rgandan keyin shu ishlar esimga kelib qoldi. Nima ish qilsanglar, men ayni vaqtda mushni o'tirib qo'yganlar hozir 22 yil bo'pti. Bulardan hozir bir qanchasi bo'ldi. Endi men bu maslashquchi special coordinator'niki ishi hozir endi bir qonun bo'lib chiqish bosqichida turyotidi. Bir yaxshi boshlanish bu. Uyg'urlarni Xitoy emas, yerlik millat, bir boshqa bir millat deb Tibetlardek e'tirof qilsin degan narsa hech amalga oshmaydi. Hozir Amerikaniki yaqinda chiqqan bir necha qonunlari bor. Buning ichida bu yillik ko'chman qabul qilish ishida Uyg'urlarga alohida ahamiyat berish degan moddalar bor. Bu yerda alohida ahamiyat berish degan gap Amerika kelib bo'lgan Uyg'urlarga qaratilgan gap endi. Sirtdan yine aytadiganlarga buning foydasi bormi yo'qmi men bilmayman. Bu gaplarni o'tirib chiqdi rasmiy bo'lib bo'lmadi. Hozir Amerikada Amerikaniki nüfus kirishga iltimos qilib salab turayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Ularning ishi qulab qolganlar bir mazgil bo'lib qoldi hozir. Boshqa bir ahvol bor. Anadaki bazarlarniki bu o'tibdi, ammo umumiyga qaragan chog'da yana bek asta bu jarayon. Uyg'urlarni ko'chman qilib qabul qilish ishi rasmiy yo'l qo'yilmaydi. Tibetlarni yo'l qo'yganda Tibetlarnikini chet elga chiqib olganlar bo'lsa kelaydi Amerikaga mening bilishimcha. Ondan keyin Uyg'urlar uchun maxsus pul ajratib, Uyg'urlarning ishini bütün kun qildigan odamlar bo'lgan bo'lsa degan bu talab endi amalga oshdi. Xalqlarda bor hozir bir qancha Uyg'ur tashkilotlari enididen pul aldı, bütün gün Uyg'urlarning ishini qilyotdi. Endi bu qandaqda bu ishlarning vujud chiqqanligi meniki shu vaqtda ayni vaqtda mana shu talabni o'tirib qo'yganligimdan bo'lgan ish emas. Uniki munosabatim yo'q mening farazimcha. Lekin aytib o'tdigichilik shuning 22 yil bo'lib ketibdi hozir. Buniki ba'zilari amdiroq amalga oshishga boshladi. Shunga sizlarga bu ishni deb qo'ygim keldi. Amaliyotda bu 4 ish ichida birisi olib bo'ldi, Uyg'urlarga pul ajratadigan ish. Qolgan 3'i hozirmi intayin muhim. Hozir chet elda nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Agar yo'l ochilsa Amerikaga kelsak deydigan. Agar qolgan talablarni ijro bo'lib qolsa, agar hozirgi vaziyatda Uyg'urlar uchun nihoyatda cho'ng foydali ish bu. Shunga men bir deb qo'ydim. Meniki ismimni Erkin Sidiqni inglizcha yozib Google qilsanglar shu to'g'ri xabar chiqadi. Ayni vaqtga berilgan xabar. Bu ish gapning ichidagi yana bir cho'ng bir xabar. Sri Lankalik bir Chamas Paliha Pitiya degan bir yosh bola bor ekan. Yoshi 40 necha yosh odammikin deb o'yladim men. O'zi Sri Lankadan kelgan bola ekan. Hozir bu bilinurga Amerikaga ko'chman bo'lib kelib boy bo'lgan bir ekan. Bu kishi San Francisco'dagi basketbol atletniki egillerinin birisi ekan. Shuni setib olganlarniki birisi adam ekan. Bilinur o'zi boy. Bu kishi yaqinda bir suhbatni qabul qilgan vaqtida Uyg'urlarga cares'ni basa oldu. Uyg'urlarga pisand qiladigan hech kim yo'q deb bir gapni dedi. Nobody cares about Uyghurs degan bir gapni.
deb andan keyin gapning ichida yana men ko'ngil bildirgan nurg'un ishlar bor, ammo Uyg'urlarning ishi mening sizig'imning ostida. Men sizig'ning ustidagilarga ko'ngil bilmayman, aslida ko'ngil bilmayman. Uyg'urlar shu sizig'ning ostida. Bu ish nurg'un kishilar uchun ashundoq degan bir gapni dedi. Degandan keyin buning bu gapi bir piltiga o't yoqqan narsa tushib ketdi. Shunday keyin aqaqidan cho'ng medialarga maqola chiqib, necha donliq odamlarga gapilib, buning ichida Anas degan Türk basketbolchimi bor, uni gapilib video ishlar boshlab qildi. Nihoyatda bir cho'ng dog'da bo'lib ketdi. Bu yerda bu odamniki degan gapi amaliyotda Amerikadagi ko'p nurg'unlagan boy, cho'lpon, karxanchi bularga vakillik qildi buning gapi. Qandaqdir o'zining shaxsiy, garchi madamning og'zidan chiqqan bo'lsa-mu, lekin qog'ali demagan bu gapni. Madamniki eg'izdan chiqayotgani uchun bu gap nihoyatda jiq g'ulg'ul qo'zg'ayapti medialarda. Meniki ana buning bu degan gapi bir hozirgi amaliyot. Buni biz bilamiz. Uyg'urlarga haqiqiy turda ko'ngil bildirgan, pisand qiladiganlar hozir qadar jiq emas. Agar jiq bo'lgan bo'lsa bizning ishimiz hal bo'lib bo'ladi. Hozir qadar biz mesela kevatimiz 5 yil bo'ldi cho'ng qirg'inchilik boshlanganli. Shunga buni degan gapi qandaqdir bu mashina odamning ham bir nachar odam bo'lishi uchun deganligi deb o'ylamayman men. Bu xili jiq odamlar vakillik qiladi. Buni oshkor deb qo'ygani bu qatim Uyg'ur masalasiniki o'tirga texnik kuchli holda chiqishiga yana bir qatim turtki oldi. Albatta uni degani xato. İnsanlarning hammasi Uyg'urlarga pisand qilish kerak, ko'ngil bilish kerak amaliyotda. Hozirgidek bizning beshimiz cho'ng qirg'inchilik kelayotgan vaqtda. Degan gapi to'g'ri emas. Lekin mening demoqchi bo'lganim, buni o'xshash odamlar bek ko'p qog'ali gapirmay gapini ichida saqlaydi, madam og'zidan chiqaryapti. Bu haftadagi necha kun oldida bo'lgan 27-slar nima ekan? Yahudilar cho'ng qirg'inchiligininki xotira kuni ekan 27-slar. Mushu kunda İsrailiya Davr gazeti degan bir gazet, bir media bir maqola e'lon qilib, shu Holocaust xotira kunida bizniki Uyg'urlar uchun o'rnimizdan dasturdigan yoki Uyg'urlarni qo'llaydigan majburiyatimiz bor degan bir maqola e'lon qildi. Dunyoda nurg'unlagan millatlar bor. Endi bu qatim odamning ko'ziga eng chiliqadigani shu Yahudilarniki maqolasi bo'ldi. Isroiliya Davr gazetiniki maqolasi. Nihoyat xush bo'ldim. Men buni Twitterda tarqatdim. Ishqilib Yahudilar hozir bag'ansizlik qo'zg'alyotdi. Bunga tushgan Yahudilardan tushgan inkoslarni nihoyat yaxshi bu maqolaga. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar. Hozir anglayotgansizlar Rossiya Ukrainaga tajovuz qilishga tayyorlik qilyotdi. Bu ish nihoyat jiddiy bir holatda hozir. Buniki biroz arqinishni deb qo'yasizlarga tushunish uchun. Bu Rossiyaning bu qilayotganligi Ukrainaning NATOga a'zo bo'lib kirishi bilan munosabatlik. Ukraina NATOga kirmadi. Ammo NATOdagilar bu Ukrainani qabul qilish to'g'risida parang qilayotgan bir mazgil bo'lgan hozir. Hatta boshqa ruslar mushtishni yuz berishning oldini olish uchun hozir popoz qilyotdi. Shu aşağıya tajovuz kirimiz deb. Endi NATO 1949-yili qurilgan ekan, qurilib uningda bu bir harbiy hamkorlik tashkiloti. Harbiy hamkorlik tashkiloti. Buningda 27 Yevropa ellari bor. Anikin Amerika bilan Kanada bor. Anikin yana bir Yevrosiyadan yana bir davlat bor ekan. Ashta qilib jami 30 davlat a'zo ekan NATOga. Xabarlarda bor Ukraina 1991-yili Sovet İttifaqı partiyalanib ketishdan burun Sovet İttifaqınınki bir qismi edi bu. Sovet İttifaqı parchalangandan keyin xuddi O'rta Osiyodagi Yevropalarga o'xshash bu mustaqil bo'lib ketgan. Shunga hozir Ukraina nimaniki NATO'niki partner country deydi. Rasmiy a'zo emas, ammo hamkorlashuvchi
sherik davlat hisobida ekan hozirgi ahvoli. O'tgan yil 12 oyda Rossiya, Amerika va NATOga bir talabni o'tirib qo'ygan ekan. Ukraina NATOga a'zo bo'lib kirmasa degan narsani talab qilib. Bu ish Rossiya uchun nima uchun bak muhim desanglar, Ukraina Rossiya bilan chegirdosh albatta. Ondan keyin bu agar Ukraina NATOga kirib qolsa, NATO'niki Ruslarni kontrol qilishi texnik osonlashib ketadi. Ukraina nayt cho'ng qolaylik tug'dirib turdi buningga. Ruslarning kuni batashib ketadi. Ruslarniki o'ziniki zimindan ayrilib bir yerga, masalan, harbiy maqsad bilan bir yerga bormoqchi bo'lsa, intan tashlab ketadi bu. Ashta bo'lganlik uchun bu Ukrainaniki NATOga kirishga chishtinlik bilan qarshi Rus. Shunga o'tgan yil 12 oyda mana bir talabni sungan ekan. Lekin u chaqda uning ajinatini chiqmabdi ekan. Nima yaqinda 26-yilda yana bir yig'in ochildi. 26 yig'inda Rossiya, Ukraina, Fransiya, Germaniya 4 davlat bir yig'in ochib, undan natija chiqmadi. Bu birinchi oyda Amerika, NATO, Rossiya 3 qatim yig'in ochibdi. Ulardan natija chiqmabdi. Hani 19-yilda bir ish yuz berdi. Amerikaning prezidenti Biden shu Ruslar to'g'riliq bir gap qilib, agar Ruslar tajovuz qilsa, ular javobgarlik tortiladi degan gapni deb, agar yenik tajovuz qilsa, u chog'da biz qanday tadbir qo'llanish to'g'riliq o'ylaymiz, lekin rasmiy tajovuz qilsa, Rossiya javobgarlik tortiladi degandek bir gapni degan. Shu gapni degandan keyin bu Ruslarniki imoni texnik uchib hozir xudolik ko'rinishda atlam bu urush boshlaydigandek bir holatga keldi bular hozir. Buniki alomatlari nima desanglar, hozir Rossiya Ukraina chegarasiga 100 mingdan ortiq askarlarni to'plab qo'yibdi. Undan boshqa tanka, yerdan osmonga otadigan, artlardan mudofaa qiladigan raketalar degandek undaq narsalarning hammani olib chegaraga qilib bo'ldi. Ondan keyin buningga qarshi hozir Amerika 8500 askarni tayyorlab qo'ydi. Evatmidi u yerga. Agar favqulodda Rossiya Ukrainaga hujum qilib qolsa, biz yordam qilamiz degandek 8500 askarni tayyorlab qo'yibdi. Ondan keyin Amerika Ukrainadagi diplomatlarniki oiltabatlarni qaytib kelsanglar bo'ladi Amerikaga deb. Bu narsani e'lon qildi. Ondan keyin 22 yanvar Angliya bir bayonot e'lon qilib, agar Rossiya Ukrainaga tajovuz qilsa, biz Rossiya ustidan iqtisodiy embargo yurgizamiz deb buni e'lon qildi. Lekin askar o'tmaydiganligini dedi bu Angliya. Ondan keyin Germaniya agar unday qilsa, biz butun diplomatlarimizni qaytarib kelamiz Ukrainadan degan o gaplarni dedi. Amerika 2 qatim qurol yarog avatibdi Ukrainaga, jami 200 tonnadan jiqdaydi. Bu narsani avatib qo'yibdi. Endi bu ko'rinishlardan qarasa, xuddi urush aytli bo'lib qolgandek. Lekin hozirgi ahvollarni agar obdan tahlil qilsa, bu urush bo'lgandek emas. Buniki bir qancha sabablari bor. Uning bir alomati Ruslarniki tayyorligi harbiy jihatdan bir haqiqiy strategiyalik bir plani bordek emas hozir. U yerga kirib bo'lgandan keyin qanday qilish to'g'riliq. Ruslarniki agar u yerga kirsa, hozir yutirib qo'yadigan nasri bekchiq. Albatta men degandek hozir xil ko'p davlatlar iqtisodiyatdan embargo yurgizganligini dedi. Ashta boshqa g'arb Ukrainaga iqtisodiy jihatdan va harbiy jihatdan yordam berib, ularni ham kuchlantirib mumkin. Ondan keyin Ruslarniki iqtisodiy kiriminiki bir cho'ng qismi chet elga, Yevropaga tabiiy gaz chiqarishdan kirdi endi. Hozir Ruslar Germaniyaga bir tabiiy gaz turbus yasayotdi. Buni burun Trump to'xtatib qo'ygan, keyin Biden yo'l qo'ydi. Bu
Muştaq tabiiy gazdan Ruslarniki kirimining yarmida tabiiy gazlardan kirdi ekan endi. Ashta bo'lg'achqa agar Ruslar iqtisodiy embargoga uchrasa, iqtisodiy hozirgidan bek vayron bo'lib ketadi ekan. Yana bir omil bu yerda Ruslar ayni vaqtda Afg'onistonga kirgan vaqtga qiyoslashgan chog'da hozir ko'p ojiz. Mayli harbiy jihatdan bo'lsin yoki iqtisodiy jihatdan bo'lsin. Ashta bo'lg'achqa Putin aqlli qadam payda ziyanni hisob turib qildigan adam. Ashta bo'lg'achqa mushundaq bir sharoitda Putinniki Ukrainaga cho'ng ko'lamli tajovuz qilib kirishi mumkin emas degan qarash bor. Yana bir cho'ng omillarning birisi xabarlarda bo'lgandek hozir Xitoy dunyoda intayin yolg'iz qoldi. Ruslarniki o'rni Xitoy qaraganda yaxshiroq. Putinmo yaqinda bir necha qatim mushaqda so'zlagan. Bizniki Xitoy bilan yaxshi munosabat saqlashimiz qandaqdir? Xitoy bilan birlashib g'arbga taqabul turish uchun emas. Bizning unda planimiz yo'q. Degan gaplarni bir qancha degan o'zining niyatini oshkorlagan bu jihatda. Nimishqa desa, Ruslar xuddi Xitoyga o'xshash yolg'iz qolib qolishdan ansiraydi. Endi bu qatim agar Ruslar Ukrainaga tajovuz qilib kirib qolsa, Xitoy bilan Rusniki o'rni olmishi mumkin. Rossiya bakroq yolg'iz qolib Xitoyniki ahvoli sal yaxshilanishi mumkin. Masalan, buniki bir misoli deb beray maslaga. Tünügün Amerikaniki tashqi ishlar ministrlariga bir bayonot bir narsani debdi Xitoyga. Sizlar Ruslar bilan bo'lgan yaqin munosabatlardan foydalanib Ruslarniki Ukrainaga tajovuz qilishini oldini olgan bo'lsanglar deb Amerika tünügün Xitoyga yalvaribdi. Bu ish hozir boshlanmoqda bu nachatqa vaqtida. Ashta boshqa Putin ayt aqlli qadam qandaqdir o'ziniki Xitoy bilan o'xshash bir holatga tushib dunyoda yolg'iz qolib qolishni xohlamaydi. Ashta bu uchun ba'zida deydi Rossiya Ukrainaga cho'ng ko'lamda tajovuz qilib kirmaydi deydi. Endi oxirgi ahvollar qanday bo'ladi bundan keyin ko'ramiz. Endi hozir mushunga bog'lanib chiqayotgan yana bir gap bor. U nima desa, agar Rossiya Ukrainaga kirsa Xitoy Tayvanga hujum qilishi mumkin deydi. Mushta ehtimolligi bormi yo'q deganda bor. Bu yerda agar urush Chekiyada tang boshlansa, Amerika, Yevropa, Amerikalarniki kuchi ikkiga bo'lindi degan gap. Endi yana bir tarafdan bundaq bo'lishi toza notayin. Buniki bir qancha turli sabablar bor. Uning birinchi sababi 2022-yili Xi Jinping degan Xitoyniki eng cho'ng g'oyasi o'ziniki davlat rahbarlik huquqini 3-chi qatim qo'lga olish. Bu yil 11-oyda Xitoy Kompartiyasiniki 20-chi qurultayi bor. Mushu qurultayda huquqni qaytadan qo'lga olish plani bor. Xi Jinpingniki. Ashta bo'lg'achqa hozirlar bu urushni qilib qilib qolsa, uniki A planiga ta'sir etishi mumkin. Uftamaydiganligi aniq. Agar uftaman deb kirib qolgan taqdirdami, zehni chechildi shu bo'lmasa, ashtalar osh ta'sir etadi, shunga bu ishning bo'lishini atayin. Yana bir cho'ng sabab hozir Amerika va Amerikaniki mana harbiy do'stlari, hamkorlashuvchilarining hammasi asosiy qo'shinlarini hozir urushga tayyorlab qilayotgan qo'shinlarini Tayvan bo'g'oziga olib bo'ldi bular. Hozir Tayvan bo'g'ozidagi Amerika qatorliq boshqa davlatlarniki harbiy kuch intayin kuchli hozir. Ular urush holatida turyotdi. Ashta bo'g'ashqa Xitoy oldirab Tayvanga urush qilmaydi. Endi yaqinda bular Tayvanga propoz qilgan aeroplanlarni ko'p uchiryotdi. 3 kun bir kunda 39 ming aeroplanni uchiribdi Tayvanga. Tahdid endi. Ashta bo'lsa-mu urush qilish ehtimolligi ancha cho'ng emas. Andan keyin yaqinda mana shu 17-yanvar kunisi bir xabar chiqdi. Buniki Rossiyaliklarga bakapat qilolmaydi. G'arbniki medialarda men tashib baxmadim. Xitoy analizlarining og'ziga chiqdi bu ish. U nima desa, Xitoyniki harbiy generallari Xi Jinpingga xat yozib ikki narsani ifodalabdi. Uniki birinchisi Tayvanga hujum qilmaslik. Agar Tayvanga hujum qilsang biz qo'llamaymiz degandekroq. Ikkinchisi sen endi huquqdan chiqib ket. Uchinchi qatim huquqni olaman dema.
agar yeni huquqni qo'ling oldiga chiqib qolsa, biz sizniki harbiy qo'mondonlik slaytingni itiraf qilmaymiz degandek mana xat yozibdi degan gap chiqdi. Buniki bu qanchalik rost yolg'on tas belgili olmaydi. Herhalde mana bir parang bo'ldi yaqinda. Bu yaqinda chiqqan, mushabnajada chiqqan yana bir cho'ng xabar. Amerika hukumati Beijingdagi diplomatlarniki altabatlarini qaytib kelsanglar bo'ladi Amerikaga degan narsani dedi bular. Buni ba'zi Xitoylar ko'p turib Amerika konsulxonasi butun Amerika qaytib keldi ekan. Bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatni uzishga tayyorligi degan gaplarmi chiqdi o'tirga. Lekin bu yolg'on gap. Rost gap nima desanglar, Amerika diplomatlarniki oilalarini qaytib kelsanglar bo'ladi, o'zlarining ixtiyori degan narsani debdi. Buning sababi nima desanglar, hozir Xitoy shu olimpikniki bahonasi bilan odamlarni qimirlamayotgan qilib bordi. Cho'ng shaharlarning ko'plarida. Xi'an bo'ldi, Tianjin bo'ldi, Shenzhen, Shanghai, hozir Beijing degandek. Bu go'yo ashun bana qilib turib, Amerikalik diplomatlarga aytdi. Amerika diplomatlarniki turmushini, ish harakatini qiynashtirib turibdi, qiyishib. Ashtaq bo'g'ashqa Amerikaning qo'shiqi ko'pib, nima shu Beijingdagi Amerikaning diplomatlarimi Amerika hukumatiga biroz norozi bo'ldiga o'xshaydi. Xitoy mana qilib bordi bizni. Biz undan qo'g'damayapsizlar deb degandek. Ashtaq bo'g'ashqa aldabatlarni qaytib kelmaydi degandek bir narsa o'tirib qo'yibdi. Lekin diplomatik munosabatni uzdi degan ishlar yo'q. Buningki yana bir sababi mening bunda deyishimdagi texnik bir qancha kun oldida Amerikada Xitoyga o'tadigan yangidan tayinlangan elchisini tasdiqlaydigan bir ishlar bo'ldi Amerikada. Agar munosabatni uzadigan ish bo'lsa, anda ishlar bo'lmaydi. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar Xitoyniki bir ovoz to'lqinidimi tez mangdigan boshqarilgan bombasiniki bir mutaxassisi Amerikaga asidi qilib keldi. Xitoyga asidi qilib Amerikaga keldi. Bu Xitoy 30 necha yoshlarda ekan, lekin bu boshqarilgan bomba texnikasida nopuzliq ekan endi, shuninki Xitoyning vujudga chiqarishida cho'ng rol o'tagan adam ekan. Buni hypersonic missile deb ataydi bu misilni. Bunun tezligi ovoz to'lqinidan 5 hassa tez ekan buniki. O yer yuzidan 30 kilometrdek izlik uchdi ekan. Ondan keyin 2500 kilometrdan jahyalarga boradi ekan. O'ylab boqinglar. Xotandan Urumchiga bo'lgan orliq agar raketa uçsa arlığı undaq 2500 kilometr kelmaydi. Ondan az. Demek Ürümçiden etip otellarga tushirib bo'lgan boshqarilgan bomba degan gap. Aligi buniki igizligi 30 kilometr, ani surati baktiz. Surati baktiz bo'lganligi uchun har sekundiga 6 kilometrdan tezroq uchadi ekan bu bomba. O'zining motori. Ashta bo'lg'ashqa hozir shu Amerika g'arblarda yasalgan boshqarilgan bombadan mudofaa ko'rish uskunalari ishlamaydi ekan buningga. Odatdagi boshqarilgan bomba yerdan uchgandan keyin mumkin uniki surati anda ketayotgan yo'nalish qarab turib buni nega challab otdi. Shu vaqtda o'zidan belgili bo'ladi. Lekin bu boshqarilgan bombaning o'zining motori bo'lganligi uchun uni yo'nalishni o'zgartirib yo boshqalarga apag'an bo'ldi ekan surati tez ashta boshqa qarshi taraf tayyorlik qilib qo'yuvchilik bardayga bir ehtimoli bor ekan. Shunga bu Xitoylarniki moshtaq bombani yasaganligi hozir ruslarmi bu texnikani ching tutib o'tibdi. Amniyatda Amerikaniki bor ekan. Amerika bu hypersonic misilniki ish qilib ekan. Har ishkasi yasagan turibdi Amerikami. Bu qatim xabardan cho'ng xabar bo'lib ketishi Xitoyniki mushti texnologiyada hozir nagiroq keldi. Ularniki bombasi qachonroq tayyor bo'ldi degan narsa to'g'riliq ushul ilishalar ekan. Shu nuqtadan bu ishning qiymati zo'r. Shunga aytdi cho'ng parang olib ketdi bu vaqtda. Endi voqeadan keyin Xitoy o'ziniki loyihasini biroz o'zgartmasa bo'lmaydigan holatga kelib qolish mumkin. Agar uni qaytadan ishlab chiqaramiz desa, texnikasini o'zgartirib qaytadan ishlab chiqaramiz desa, kam deganda 2 yil vaqt kechikadi ekan bularning bu bombasini tayyor bo'lishi. Shunga bu bir cho'ng xabar olib ketdi. Bu yaqinda chiqqan yana bir cho'ng qiziqarli xabar.
bu Xitoy omikron degan virusni Kanadadan kelgan pochta orqali kelgan degan narsani e'lon qildi bular. Buningga dunyo qung'udi kuldi. Mushundaqmi ahmoqona gap bo'lamdi deb. O'tganda dunyo Xitoy virusini Xitoy ishlab chiqadi, Xitoydan keldi degan vaqtida shu chaqdimi pochta orqali tarqalish ehtimolligi bor deb gap qilgan vaqtida Xitoy bu ilmiy nuqtadan qaraganchada u mumkin emas. Pochtadan tushilmaydi bu virus deb Xitoy o'zi deb ekan. O'zi xalqarani inkor qilib ekan. Hozir endi buni Kanadadan kelgan deb aşağı bir döngep qilibdi. Hech qanday isbot yo'q lamkin. Endi mush munosabat bilan mutaxassislarniki degan gapi agar shu xat yoki boshqa shu xat sanduq bu narsalarga pochtada mondigan sanduqlarga virus tushib qoldi degan taqdirdami o virus 3-4 soatdan ortiq yashayamaydi deydi. U odam badanida yashagan bilan andaq jini yo'q organik emas yerlarda yashayamaydi deydi. Shunga Xitoyniki magipi bir naydi kulkulik ish bo'ldi. Bu cho'ng xabarlardan birisi bo'ldi endi. Ondan keyin 24-da yana bir xabar chiqdi. U nima desanglar, Xitoyniki bexatarlik ministri 24-yanvar kuni bir yig'in ochib, yangidan ishxona ta'sis qilishni e'lon qilibdi. Bu nima ishxona ekan desanglar, burungi Xitoy bexatarlik ministriniki muavin ministri Sun Li-junniki zahrini tozalash ishxonasi ekan bu. Bu markazdan tortib tuan darajalik o'lka, uningdan tuan darajagachilik mushta ishxonlar qurildigan bo'pti. Bu nima uchun bunday cho'ng harakatga aylanib ketdi deganda, Sun Li-jun guruhi aslida Xi Jinpingni o'ltirmoqchi bo'ldi ekan, naqbi o'ltirmoqchi bo'ldi ekan. O'ltirmoqchi bo'lib, bu muvaffaqiyat qozonmabdi, buni bilasiz pash qilib qo'ygan. Endi bu Sun Li-junniki tayyorligi bak keng o'xshaydi bu ishda. Ashta bo'lg'ashqa hozir ana shu tashkillangan shu keng tarqalgan tashkilot guruhlarni tozalash uchun mushta ishxonlarni qurib, mushta ish yapmoqchi degan ko'z qarashda o'tirishdi. Endi hozir yan bir cho'ng masala bor bizning oldimizda. Yaqinda Sharqiy Turkistonda qanday o'zgarish bo'ladi degan bir cho'ng masala. Bu hozir hammadan ko'ngil bo'ladigan masala. Bu mendan boshqalarni so'rayotdi yaqinda men qatnashgan suhbatlarga yo leksiya faoliyatlarida bu savollar tushyotdi. Masalan, yaqinda Chenchanguni akitib uning o'rniga Ma Xingrui degan Xitoy keldi. Ikki cho'ng Xitoy jalodini akatdi. Birisi Chenchanggu, yemisi Pengjingtang degan Xitoy. Bu bizniki vatandagi saqchilarning boshlig'i. Bu intayin cho'ng jallod. Uyg'urlarni eng ko'p o'ltirgan guylarniki birisi. Bu ishkadan akatdi. Ma Pengjingtangni Hong Kongga akatdi. Demak, Hong Kongdami cho'ng bostirishni boshlaydi degan gap bu. Chenchangguani akatdi, uning dahi cho'naq vazifa bermedi hozir, uni o'rniga Ma Xingrui keldi. Ondan keyin shu tunugundan boshlab ba'zi gaplar o'tirishib qoldi Uyg'urlarniki ijtimoiy tarmoqlarda. Hozir ba'zi gaplar taqilibdi vatanda. Shu qishliq olimpik musobaqasidan keyin bir cho'ng o'zgarish bo'ladi Uyg'urlarniki ishida degan bir gaplar. Men konkretni qanday o'zgarish bo'lganligini sizlarga demayman hozir. Vaqt kelganda ko'raylik, menga naydi eski xabardek anlandi o. Keyin ko'raylik buni. Shunga başta bo'ldi deydi. Ondan keyin bugun Reuters'niki bir maqolasi chiqdi. BDT'ning kishilik huquq konsulniki boshlig'i Xitoydan Sharqiy Turkistonni ziyorat qilish talabini o'tirib qo'yganligi haqida bir doklad chiqdi o'tirga. Mushta narsa chiqibdi, buningga Xitoy ma'qul bo'ptimish. İki shart ostida. Buni men boshqa yerda anladim. Ikki shartniki bir shart nima ekan desanglar, uning birisi sen kelsang bo'ladi, sen keldigining bu ziyorat, tekshirish emas debdi. Sen tekshirish kelsang kelmaysa yo'l qo'ymaymiz.
ziyorat qilib kelsang bo'ladi debdi. Ikkinchisi, sizlar yaqinda chiqarmoqchi bo'lgan Uyg'ur masalasi haqidagi dokladni e'lon qilmaysizlar debdi. Xabaringlarda bor, meniki ismni qilishcha BDT kishilik huquq konsuli Uyg'ur masalasi haqida bir diqqat tayyorlayotgan. Buni xil uzun bo'lib qoldi. Kam deganda 6 oydek bo'lib qoldi buni tayyorlayotgani. Aslida shu bir necha hafta ichida buni e'lon qiladi degan planlama bo'lgandiki. Bir haftaning oldida shu gaplar bordi. Endi mavu meniki tushunishimcha Xitoylarning taktikasi. Endi o'tganda Uyg'ur sudi Xitoyniki qilgani irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat degan qarorni olgan. Endi BDTniki bu dokladida nim deydi? U Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan shu qirg'inchilikni nim deb ataydi? Buni bilmaymiz. Endi bunday e'lon qilib qo'yguchilik Xitoylar endi mavu ilmiklarni ishlatib BDTniki kishilik huquq konsulining boshliqiga ikki shartni qo'yib, birisi u ziyorat tekshirish emas, ikkinchisi sen dokladni e'lon qilmaysan. Mush ikki shartga ma'qul desang, sen kiralaysan deb. Endi bular birlashib o'yin o'ynab qolamdikan degan andishim bor menda. Nima ish qilsanglar, BDT Xitoyga bak yaqin. Hozirga qadar Uyg'urlarni setib keldi nurg'un ishlarda bular. Ashta bo'g'ashqa bu qitim yeni setib etish ehtimolligi bor. Mushtarak bir plan chiqyapti. Bundan boshqa yaqinda bir Xitoyniki bir videosi tarqaldi. Uyg'urlar xil keng tarqatdi buni WhatsApplarda. Onun da bir Xitoy so'zlab, hozir Sharq Turkistonda bo'lgan yaxshi o'zgarishlar deb bir qism narsalarni tilga oldi bu. U nima desanglar, ishiklardagi temir to'soqlarning hammasi elib etildi. 20 dan ko'p bog'cha echib etildi deydi. Urumchidagi bog'chalar o'xshaydi bu. Urumchidagi bog'chalarni ham taqib etgan. Bularning hammasini echib etdi. Vaqtliq dam olish uylari yasaldi deydi ko'chalarning bo'ylarida. Ondan keyin o'birni va mashina to'xtatish maydonlarining soni ko'paytirildi. Saqchi uylari boshqa narsalarga o'zgartirildi. Soda saroylarniki ish qilish, do'konni ochish vaqtiga bo'lgan cheklamalar bekor qilindi. Oqshomlik bozor ochib etildi. May qaçılaş oralarda ağırında şoförler maşından düşmesi mi bulduğun oldu deydi. Boşanın hamısı yeniden kelgen Xitoy, maşinri kelgenden keyin yuz bergan yaxshi o'zgarishlar deb so'zladi ma bir Xitoy. Men bularni ko'rgan vaqtimdan ekan bu maşinriniki qandaqda Uyg'urlarniki ichida bundan keyin shu ahvollarni uzun muddatli tariqasga qarshi emas. Hozir Xitoyda qishliq olimpik musobaqasi bo'lsa, shu musobaqaga borgan nurg'un kishilar ekskursiya qilish nuqtasidan Sharq Turkistonga berishi mumkin. Ashta bo'g'ashqa yaxshi ko'rinish uchun bu narsalarni vaqtli aytdimki deb andamni o'ylayman men. Andam o'ylayman, shu har ikki xil ehtimollik bor. Hozir uning birinchi xil ehtimolligi Xitoy qildigani qilib bo'ldi. Men o'tgan qitimli videoda mush gapni degan. Tinchvango bilan Pingjintangni akitishga sabab bu ikkisiniki jallatlik vazifasi tugaligi uchun deb qaraydiganligimni. Men hozir shu qarashda agar ma o'zgarishlar bundan uzun muddatli o'zgarish bo'ladi desak, ash sababdan bo'lgan bo'ladi. Xitoylik qilg'ashlik qilib bo'ldi degan sababdan. Agar uzun muddatli bo'lmasa, bu qishliq olimpik musobaqasiniki tayyorlik bo'ladi bu. Xalqarani aldash uchun qilayotgan ish. Şuna başta işler bu etipti. Şuna bu işler hazır aldırıp hoş oğul bulmaydı. Biz hoş bulamayımız o. Uygurlarga bo'lgan ziyan asosan bu bo'ldi cho'ng ig'ir darajada. Boshqa ma'qulni tilg'ib qo'ydim. Endi meniki ABGda gumanda qaraydiganligimniki yana bir sababi yaqinda bizniki vatandagi shu nima hukumat amaldorlari Xi Jinping'e biraz arzqıga o'xshaydi. Bu muqimlikni saqlash bizga bek iqtisodiyotning cho'ng besim sabatdi. Bizim bütün iqtisodiy xamchotimizniki 10%i shu muqimlikni saqlash ketyapti deb shu to'g'riliq biraz arzqıga o'xshaydi. Ashtaq arz qilsa Xi Jinping ularga javob berib, sizlar yolg'iz iqtisodiy hisobni qilmanglar. Bu hisobni
strategiyalik hesaplama qilinglar, yolg'iz iqtisodiyat hesaplama qilmay, ana kichik ishlar to'g'riliq o'ylanib ketmanglar, cho'ng ishlarga bahaq ko'ngil bo'linglar deb shunda yo'l yo'q bitmish. Bu demakchi bo'lgani nima desanglar? Sharqiy Turkistondagi siyosatimizni o'zgartmaymiz. 10% pullar kasib ketaversin. Burunqi siyosatni buningdagi davomlashtirishlar degan gap ma'lum. Ashta bo'lg'achqa men buni abaki gaplarga munosabatlik shunga bizning vatanda bir cho'ng yaxshilishniki yuz berishiga men qat'iy ishonmayman. Meniki bakroq ko'nglim yerim bo'ldig'ini Xitoylar bu jihatda qildigan ishlarni biroz qilib bo'ldi degan andisha. Yaqinda hozir vatandan jiq videolar kelyapti. Sizlarni ko'rdinglar. O'sha Xitoylarniki Chag'an bayrami munosabati bilan yana birinchi kun Chag'an bayrami bo'ldi ekan. Hozir biz vatanda eng ko'p bo'lgani Uyg'urlarniki Xitoylarniki an'anaviy usullarini o'ynashga majburlanishi. Ko'cha o'yin ko'rsatish musobaqalari bu degandek narsalar nurg'un yerlarda qanot yeyibdi. Uyg'urlarniki bu usaynishi amaliyotda Xitoylardan nechasi ortiqdek oshirayotgandek ko'rindi menga. Bu mini jush asılmasya qilishninki bir xil tadbiri sifatida bo'g'iltiribdi. Ondan keyin Uyg'urlarni Xitoycha qizil naqshi aytishga majburlanishi Uyg'urlarniki. Mavzuni ko'ylab hozirmi madaniyatning qilavida chiqqan bir qism naqshlarni Uyg'urlarga majbur aytib qo'yiltiribdi. Hatto bu to'g'rimi naqsh etish musobaqasi bo'lganda qiladi ba'zi yerlarda. Ondan keyin bir qism Uyg'urlar Xitoylarni uyga chaqirib mehmon qilishga majburlangan ahvol bu ko'rilyapti. Intan etnishlik. Bu Xitoylar tungzul o'xshaydi. Narsani yeyishi, kulishishi, aroqlarni so'qashtirib ichishi Uyg'urlarning uyida. Uyg'ur bechoralar nurg'un tuqqanlaridan, ayollardan bu narsani olib qilib, hozir endi och jinoyatni o'tkazgan odamlarni uyga chaqirib kelib mehmon qildiribdi. Endi bu dunyoda zulm bo'ladi. Bu derecedeki zulüm köp uçuramaydı. Anlakin Uygurlarniki o'ylarin ishlariga Xitoycha lozunka, qizil qog'ozga lozun kesib chopib etgan unda qirsin videolarni ko'rsatadi. Anlakin Uygurlar Xitoyniki an'anaviy konsertlarini tayyorlab o'yin qo'ydigan ishlarniki videosini ko'rsatadi. Internet echinishlik. Chag'an bilan munosabatli ishlar. Yaqında yana bir Xitoycha bir mazmun tarqaldi. Buningda Xitoy alarga keng ko'lamda ko'chman qabul qilish haqida o'tirish chiqaribdi. Alar deganda Tarim vodisi endi, Tarim o'ymonligi. Naydi cho'ng shahar bor ya Xitoylarning shahri Uyg'ur asosan yo'q. Uningga 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsin debdi. Bütün oila bechkasini bo'ladi. Cho'qim Xitoy bo'lish kerak hamda Şinjan'ın sırtındaki adamlar buluş kerak deb. Şinjan'ın hoş olmaydı. 18 yaşından 35 yaşgacha bo'lgan har bir adamga beriladigan pul 75 ming yuan deydi. Bir adamga beriladigan yordam pul 75 ming yuan. Buni keyincha 105 ming yuanga chiqarishimiz mumkin. Balalaringlar 15 yil maktab o'qishini butlay bekor o'qiydi. Agar oliy maktabga imtihon bersa, uni 10 numr qo'shilib beriladi deb mashindaq yaxshi ahvolda ularni taklif chaqiriq qiltiribdi bular. Nima kirib yerlashinglar deb Xitoylarni. Endi sizlar diqqat qildinglar, men yaqinda yoki yaqinda bir report nimada chiqqandi, Qahraton degan jurnalda. Uningda bir naydi boy, nupuzliq bir ziyoli lagerda yetib bir mazgil u yerdan keyin chiqib, anadan keyin chet elga ketib chiqib olgan ekan, bir suhbat bergan Qahratondan jurnalga. U odamniki o'tirib qo'ygan ahvollari intayin vahshiy, o'zi turayotgan kamerada har kuni 5-6 odamni achkitib, aran ba'zida birisi qaytib kelganligi, ba'zida birisi qaytib kelmaganligi, qaytib kelganlarga zaharlik adam o'ltirgan zahardek narsani urib etgan, ancha uzun bo'lmaylar o'lgan. Ondan keyin har kunisi shu bir kamerdan yo'qolib ketgan 5-6 odamning iziga yana yangi odamlarni akirganligi, uning ba'zilari sirtdan akirganligi, ba'zilari boshqa kameradan yutilib kelganligi shu orqali
bir kameradaki adam sanında özgürlüş olmaya işte mangalığını degan ahvol bor. Andan keyin u yerda yana bir gap bor. Qarindoshlar qancha diqqat qildi uqmayman. Xitoylar bir kunda bir million Uyg'urlarni o'ltirib yotmaydi. Sababi logistics deydi. Buniki ahiret işlerini bir taraf kılamaydı. Kılamağılıqçılar işte öldürmeydi. Bunu öldüretti deydi. Bu ahiretteki işler degenin gap. Bir milyon adam öldürürse olanın cesedini qanday qildi degan gap bor. Ben muşaffalarga asasen yakında Twitter'da mı dedim, başka yerlerdim dedim. Hazır zaten Uygurlardan kuniga qancha adam o'lyapti Sharq Turkistonda. Buni mo'ljallashniki bir usuli Sharq Turkistonda yasalgan jasad ko'ydirish o'rinlari. Mushniki zade kunlik sig'imi qanchalik. Mening farzimcha bu o'rinlar kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun eng yuqori darajada ishlayotdi. Jasad ko'ydirib. Agar ash soni og'il bo'lsa, Uyg'urlarniki bir kunda qancha o'lib ketib qolganligini bilgili bo'ladi degan narsani men inglizcha yozib Twitterga chiqardim. O'zimniki yaqinqi so'zga yalardim, so'zladim bu gapni. Ishqilib Uyg'urlar ahvoli bak eg'ir. Meniki yaqinda o'tirib qo'yganim dastlabda menga kelgan uchur 2014-yildan keyin 1 milliondan jiq Uyg'ur o'ltirildi va o'lib ketdi degan. Hozir meniki mo'ljallashimcha bu 5 milliondan oshib ketibdi. Buniki başka ispatlar mı var? Onu mu desemler? Bunu ben yakın Twitter'a yazıp çıkardım. 2018 yılında bir Amerikalı general Şinjan'da 20 milyon Uygur var degen. Muşu yakında, tek yakında şikayetinin aldıda. Bu Fransa parlamenti Uygur kırgınçılığı hakkında karar algandan keyin Xitoyniki tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi iniga qilib 2021 yildagi Uyg'urlarning nufusi 11 million 600 ming dedi. Shunga Amerika 20 million dedi, 2018 yilda ma Xitoy tashkun yana 11 million 600 ming dedi. İkisinin farqi 8 milliondan oshadi. Bu 8 milliondan ko'p odam nakatdi degan savol bilan men Twitter bilan chiqarib qo'ydim. Hozir Xitoy dedi, yaqinda dedi, shikayatning oldida, yani 11 milyon 600 ming Uyg'ur bor deb. Endi ashtaq degandimi, masalan, haqiqatan agar hozir birisi berib sansa ashtaq odam chiqdi degan taqdirdami, buning ichida Xitoylarmi bor. Nimishqa desanglar, hozir Sharq Turkistonga odam yo'tkash intan jiddiy elib berilyapti. Menga Qashqa xotellardan uchib kelgan yaqinda. Har kuni bas avtobuslarda Xitoylar kelib o'lishayotganligi, yerlashayotganligi yezlarga. Ashta bo'g'ashqa yangidan kelgan Xitoyga hukumatniki Uyg'urcha kimlik berayotganligini to'g'ri uchir kelgan bu. Ashta bo'g'ashqa zodi Uyg'urlarning soni qancha az qilib qolgan odam. Bu men kallamda davomli saqlanib qolgandi. Shu mushkaplarning hammasini dedim. Yaqinda men bilan munosabatlik bir qism ishlar bo'ldi. Onun birisi bu Avustraliyadaki Byline Times degan media bir gruppasi var. O'tganda men bilan suhbat o'tkazgan buniki verilaman degan kishi. Yaqinda bu odam bir aytdi, esil videodan birini ishladi. Meniki shu yaqinqi dachilinishida Uyg'urlardan 5 milliondan ortiq odam o'ltirildi degan gapni ishlatib, boshqa mazmunlar bor. Bu lager shahidlariniki degan gaplari yo. Ondan keyin Medet İnqilab jarayonida Mao Zedongniki 45 milyon Xitoyni o'ltirganligiga to'g'rimi sonlar bilan bir video ishladi. Esli chiqdi bu video. Bugun uni Twitterga chiqarib ekan. Bugun qarab baxsam Twitterda ko'rganlar 28 mingdan oshibdi. Qiziqadiganlar ko'rib baxsanglar bo'ladi. U kim bu videoni yana maqol shaklida yozib e'lon qildi. Uni aytdi mazmuni yaxshi, işte Uyg'urlardan yaqinqi natijada 5 milliondan ortiq odam o'ldirildi degan shu bir son bilan chiqadi buni. Undan boshqa men 26-yillar Tınbiyo'da bir Xitoy ziyolisi bor. Bu odam o'tganda Uyg'ur sudida isbot bergan. Nayt yaxshi isbot bergan Xitoylarniki Uyg'urlar ustidan qandaq qirg'inchiliklarni olib borganligi to'g'riliq. Shu odam taklif qilib Chicago Universitetidagi o'quvchilarga bir leksiya so'zlab bersang deb, men unga bir leksiya so'zlab berdim bir soatdak. U yerdami shu
Uyg'urlarniki hozirga qadar yaqin tatgan ziyonlari, andaki nima uchun bu ziyonni tatayotganligini tafsil tushuntirib qo'ydim. 27-sila tünögün bizim vaktimiz etken saat 3:30'da Hindistan'daki bir grupsi bir sohbet ötküzdü. Red Lantern Analytica dedik ya, bu Hindistan'daki bir grup iken. Bunu ilişet esen men andakin Türkiye'nin Cevlan 3 Uygur katlaştık. Yani bir Amerikalı hanım, o burun Beijing'de uzunluğa turp bakkanken tötümüz sözgücü bulup bunu katlaşıp bir sohbet ötküzdük. O ait yaxşı oldu. O ba YouTube'da mı ba, men üzerindeki YouTube kanalımı çıkarıp koydum. Qısqa deb 2 saatga yaqinroq bo'lib ketdik ekan, men uni 1 soatni chiqarib qo'ydim. Endi Allohning hammasini to'liq ko'chirib olmay deb. Agar qiziqsanglar ko'rib baxsanglar bo'ladi. Ondan bu Red Lantern degan moy guruhiniki mush guruh o'tkazgan suhbat asosida Hindistonning bir gazetida bir maqolam chiqdi. Bu endi qanchalik donliq gazet yoki media o'qimayman. Lekin maqolaniki mazmuni temisini aytib isil. Bunun temis nima desanglar, Xitoy Kompartiya hokimiyati Beijingdagi qishliq olimpikdan foydalanib Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi ming yush yapalmoqchi g'arblarning qalasida degan mashalasini o'tirib qo'yibdi maqolada. Men hozir qadar ko'rgan maqolanchida bu eng konkretni bir yozilgan narsa bo'ldi deb o'ylayman men. Shu bu maqolam chiqibdi. Endi bilgan sizlarga deydigan bir muhim gapim bor. U nima desa, chet ellik Uyg'urlar Uyg'ur davosiniki muhim nuqtasi buningdagi nima bo'lishi kerak. Endi yana necha kundan keyin Beijingdagi qishliq olimpik boshlandi. Hozir shu olimpik qarshi namoyishlarni ko'p yerda o'tkazilyapti. Nurg'un qanday jafo chekib, sovuqda ko'p tirishchiliklarni ko'rsatyapti. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi mush o'tgandan keyin o'tganda Turkiyadagi qarindoshlar hali uzun muddatgacha oilamdagilar qanday degan faoliyatni o'tkazdi. Uningmi unumi yaxshi bo'ldi bu. Endi Uyg'urlar oilamdagilar qanday deb so'raganda, buni Xitoydan so'raydi. Şu an Xitoy konsulxonasining oldida ifade nurg'un qatın namoyish faoliyatlarni. Buningdan keyingi davoniki muhim nuqtasi xalqaro jamoatdan Sharqiy Turkistonga tekshirish umiga avatib, zodi Xitoy qanchalik ziyonni sep bo'ldi Uyg'urlarga, mashuni tekshirish, andaki oldilar Xitoyni to'xtatish. Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, andan keyin Şarkı Türkistan'da bir teşhis yapış, muşnunga xalqaro jamoatni chaqirish, BDT'ni chaqirish, Yevropa birligini chaqirish, mush vaqtida bo'lish kerak. Ashunday ish yuz bermay turib, abatni yuqirdim dedim, Xitoylar o'ziniki bosh planini asosiyatan amalga oshirib qo'yadi dedi hozir. Agar biz ash ishni qo'lga keltiramasak, biz ziyonni to'xtatmaymiz. Qancha ziyon bo'ldi bilmaymiz, abatni men degandek hozir 5 milliondan qadamda olib qolgan bo'lishimiz mumkin. Qashqa Xotan'da Uyg'urlarniki nüfusu intan çalanlap ketdi. O adamlar ne ketdi degan savol bor edi. Mushuni qartilish kerak. Mush haqda tünögün bir yaxshi ishdan birisi chiqdi. Albatta men deganda tünögün 27-sila Holocaustni xotirlash kuni ekan, BDT'dan chiqargan. Yahudi cho'ng qirg'inchilikni xotirlash kuni. Mush kunda ayni vaqtda Yahudi cho'ng qirg'inchiligida hayot qilib qolgan hamda Nobel tinchlik mukofotiga erishgan bir odam bor ekan. Elisha Wilson. Elisha Wilson degan odam ekan. Mushniki o'g'li so'z qilib, Eli Wilson degan odam tunugunki mush xotir kunda so'zga chiqib, intayin bir muhim gap qildi. U nima deganda, BDT irqiy qirg'inchilik convention. Irqiy qirg'inchilik bunun conventionini qarori deb asaqlamdi yo bayonotnomasi deb olamdik. Ashunga asosan Şinjan'da nim bo'lganligini tekshirish bir ishini boshlamdi degan mazmunda so'z qildi bu odam.
Bu adamның buna söz qilishi pek muhim. Bu bir başlanış. Şuna şu chet elde Uyghur davasını qilayotgan qarindoshlar uchun mushu buningdan eng muhim nuqta bo'lishi kerak. Sharq Turkistonga mana bir tekshirish umiga berib, oldindan Xitoyni to'xtatib, tekshirish umiga berib, Uyg'urlarga bo'lgan ziyonni aniqlamay turib boshqa ishlar yuz bermaydi. Shunga buningdan keyin mushunga bak kuchash kerak. Bo'lmasa cho'ng qirg'inchilik boshlanganli 5 yil bo'ldi. 21 asrda mushtaq bir ahvolning yuz berishi bu xalqaro uchun bir cho'ng nomus, bir dog'. Aştaq boğaşqa müştiyatı küçəyəli. Bundakin qıldığan ən çoğun işimiz müş bolsun. Mən Twitter'daki İngilizce təşkilatımda yine toxtamay qıvatımən. Yaqında şu Uygurlar uyga Xitaylarni chaqirib mehmon qildigan mesela videolarni mən birləşdirib chiqargan. Bunu biraz tushundirib, bunu Uygur biz endi mushtaq bir manzilni ko'rsak, qaysi darajada azoblanganligimizni degandim. Deb qildim, buni hozir necha kun bo'ldi. Bunga hozir 16 mingdan qadam ko'rib bo'pti. Endi yaqinda yana bir video o'tirib chiqqan. Uningda shu bir majburiy emgak zavodida ishlayotgan Uyg'ur xonim qizlarni tanafusda tilaga chiqib usul o'ynatayotgan damlashniki o'rnida. Shunday bir video ekan. Bu videodaki adamlarni sanagan chaqda 2-3 ming chiqadi. Xonim qizlarniki soni, Uyg'ur xonim qizlarniki. Men buni chiqarib qo'ydim. Bu hozirda Uyg'urlardan qanchalik adam majburiy emgak zavodlarida ish qilinayotdi deganning bir isboti endi. Nayt echinishliq. Shu xonim qizlarniki nurg'unlarniki kichik bolalari bordi, oilasi bordi. Ulardan butunlay ayrilib qolgan. Shu mushkaplarni o'zimniki yaqinqi söhbətlərdə, leksiyalarda mı dedim. Əgər sizlərniki bir 3 yoki 4 yaşlıq balanlar bolsa, onu hökumət əkəsə, sizlərin qolunlarını tatib edib, əgər sizlər zavodda bolsanlar, həftədə bir qatım ko'rishinglar mumkin, yoki oyda bir qatım ko'rishinglar mumkin o'zinglar bolalarni. Əgər lager turmada bo'lib qolsanglar, mangu ko'rmasliginglar mumkin. Ashundaq bo'lganda sizlar yine normal insandek yaşay alamsızlar. Üzerlerindeki normal insanlık halatını saklay alamsızlar. Aştaq bir iş boğandakin sizlerdeki hayat buluşanlar yoki ölüp gidişinlarniki farkı var mı? Ona ehmiyeti var mı? Degan savolni so'rab qo'ydim. Hozir şu turmedeki, lagerdeki, andakin majburiy emgak zavodlaridagi Uyg'urlar mana aştaq bir holatda. Meniki o'zimniki davom o'ylayman, ular uchun o'lsam mayli deydigan bir holat yashayotdi bularda. Uyg'urlar ashtaq bir holatga kelib qoldi. Yaqinda bo'lgan yana bir ish menga, mana 24, 25, 26-yillar 3 kun Twitterda Xitoyniki hujumi biraqla kuchayib ketdi. Men odatda menga hujum qilganlarga bunday tekshirib yiqib ba'zanlari biraz ahmitvalarni resim qilib chiqib qo'yman. Xitoylar degan menga hujum qildi deb Twitterda aytib olgan bir temam bor. Bu tema hozir 70 qismdan eshib ketdi. Aslında Xitoyniki bütün hujum shakllarini chiqib qo'yapman men. Tadqiqot qilganlar ko'p baqsin deb. Ashta qilib qo'yman, shu yerda tekshirib boqaman men hujum qilganlarni, bu qandaroq odamdi deb, agash kuchlari bormi deb. Ko'pinchisi agash kuchi yo'q, yoki yangidan qurilib ochgan hisob chiqdi. Bu qitim bunday emas. Bu qitim bir necha 10 agash kuchisi bor, bir necha 100 agash kuchisi bor, hatto 1000dan ortiq agash kuchisi bor odamlar hujum qilib ketdi. 3 kun intayin og'ir hujum qilib ketdi menga. Menikiligi Qahraton degan jurnalga chiqqan Xitoylarniki bir kamerada har kunsi 5-6 odam o'ltirayotgan shuni yozib chiqqan temiga shunday hujum qilib ketdi. Men odatda ularni shu qora tizimga kirgizib maqatim, bu 3 kun ichida shunchalik kirgizib baqsam ulguramadim. Ishini qilib kelib qarab baqsam shunday jiq hujumlar bo'lib ketgan, yeni jiq hujum bo'lib ketgan. Oxiri bu temini o'chirishga majbur bo'ldim. Lekin buni yangidan chiqaraman men. Boshqaroq yozib chiqaraman. 3 kun menga bir qattiq hujum bo'lib ketdi. Shunga bu Xitoylar bir qaytarim hujum o'tibdi deb o'yladim. Ondan qaldım biraz burun unda baxmagandi. Andagi yaqinda yana bir maqola chiqdi.
bir çoğ mediaga şu 5 yıl içinde Xitaylar 65 milyon dolar pul xərcləb chet eldeki Xitayga istaş qıldığanlarga şu pulunu birib Xitayni aqlaydigan maqala yazışqa aştaq təşkilatlara sağalığı haqqındakı bir tekşürüş doklad çıxdı yaqında. 65 milyon dolar 5 yılın içinde. İşte xərcləbdi. Endi ahırda meniki dep qo'ydigan bir gapim Uyghur Axborot Markaziniki haftada 3 qatim chiqayotgan videosi bor. Bu mush ishninki o'zi butun Uyg'ur xalqiga tava. Bizniki qandaq bu ish qandaqdir bir alayda gruppa bu narsaga vakil qilmaydi. Shunga chet eldagi Uyg'ur xalqiga, qarindoshlarga deydigan gapinglar bor bo'lsa, maqola qilib kezib o'yatib turinglar. Uni albatta endi bu videoni ishlaydiganlar, jurnal chiqaradiganlar uni tahrirlaydi yoki ahvolga qarab turib ba'zilarni qabul qilib, ba'zilarini rad qilish mumkin. Lekin mana bir so'rin boslar uchun shuni qiziqadigan qarindoshlar maqola yozib o'yatinglar. Turkiyadagi qarindoshlar hozir iqtisodiy qiyinchilik qilib qolgan qarindoshlar hali bor. Agar sizlar shu milliy ruhga o'xshash sohada yaxshi maqolalarni yozib o'yatib bersanglar, agar biz loyiq ko'rsak sizlarga ozroqcha iqtisodiy nima deymiz, iqtisodiy haq bersak ham bo'ladi. Bularni ismlarga bir sep qo'ydim. Shu orqali ba'zi iqtisodiy qiyinchiliklarni qilishingiz mumkin. Ammo maqolaning chuqur qiymati bor bo'lishi kerak. Bugünkidek vaziyatda xalqqa biroz ijobiy energiya beradigan bo'lishi kerak. Shunga bu ishni o'ylashib qo'ysanglar. Ondan keyin sizlarga deb qo'yishni unutib qo'yotgan yana ikki ish bor. Birisi Facebook hisobidan Don't Trust China degan bir hisob bor. Xitoyga ishonma degan hisob. Bu hisobni Uyghur Project fondiga yordamlashayotgan ufqlardan birisi qilyotidi buni. Boshqarib beryotidi. Nayt yaxshi etmayotidi. Sizlarni xaridlanib qo'yay. Chet ellik do'stlarga tunishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu butlay inglizcha. Xitoy ishonma deb birisi bor. Undan keyin biz Uyg'ur, we are Uyghurs degan yana bir Facebook bor. O'sha ikkilisini shu Uyghur Project fondi qaramog'idagi ufqlar boshqarib beryotidi. We are Uyghurs deganni burun Angliyadagi bir singlimiz qurgan, uni qurib epmangan, yaxshi mangan. Keyin aldashib ketib yetishmay bizga o'tkazib berdi. Uni bizning ufqlarimiz qilib ketyotidi. Ondan keyin bu WhatsApp topidagi Uyg'ur ziyolilar degan to'piga har kuni degidek inglizcha maqolalarning tizimligini yig'ib yo'llayotidi bir qarindishimiz. Bu shu bizga yordam qilayotgan qarindoshlarniki birisi bizning qaramog'imizga ishlar bo'ladi bir deb qo'ydim. Endi eng oxirida deydigan bir gapim 25-yillar Facebookga bir she'r chiqarib qo'ydim, biz ham yozgan narsa. Men yangi yilning arpisi 31-yillar Xitoy virusi tufaylidan biz tuqqanlar yig'ilmadik, do'st birodarlarimiz yig'ilmadik, uyda ayrim o'tkazgan. Shu chog'da YouTube ko'rgash, Uyg'urcha naqsh usullarni ko'rgash, burungi nurg'un ishlarni aslab, nayt ko'nglim yerim bo'ldi kunisi. Shu vaqtdagi hissiyotimni bir yozib qo'yay deb bir she'r qilib yozib chiqarib qo'ydim. Hozir Facebookda bor. Buni bir qancha kun ichida ovozliq ijod qilib, uni video shaklida YouTube kanalimga chiqarib qo'yaman. Qiziqadigan qarindoshlar anlab olsangiz bo'ladi. Temisi yig'lig'im keladi degan, yig'lig'im keladi degan temada. Buni bir tilab qo'yay. Bo'ladi, bugunkisi mushunchalik bo'lsin. Ehtimol uzun bo'lib ketdi deb o'ylayman. Kechiringlar. Kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.